Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela Celal'dır. Suyuti rahmetullahi aleyhinki Halifler Tarihi namlıq kitabıdaki dersimizdeki davamında bugün şundaqla Ömür ibn Xattab'daki Müslüman buluş hakkındaki bir neçe xil qarashlar var. Tüngen bir kısmını okuduk. Bugün onunki yeni bir bölümü var. Bunda Ömer radhiyallahu anhu özüge kuyog'li ve singlisi bilan bo'lgan voqealikni tushuntirilmoqchi. İbn Sa'd, Ebu Ya'la, Hakim, Beyhaqi qatorliq olimlar Dalail nomli kitobni rivoyat qilishicha Anas radhiyallahu anhudan bayon qilgan bo'ladi. Umar radhiyallahu anhu qilichini esib chiqdi. Bani Zuhra jamoatida bir odam uni o'chqishib, Umar nega mangdayang debdi. Degandikan Muhammadni o'tiray deyma debdi. Degandikan bu Bani Hashim, Bani Zuhra bular desa qanday qutulsa ular sizni tashlashdanmi dedi. Degandikan Umar radhiyallahu anhu dedi, sen mundaqda musulmon bo'ldingmi nima debdi. Degandikan buningdanmi bakrak hayron qoldik bir ish var sana deb beraymi debdi bu odam. Degandikan ha desa sening kuyoving singlingmi o'ziniki ko'ni dinni tark etib u ikkisi musulmon bo'lib ketdi debdi. Sonra Umar darg'azab minib u ikkisini qashib keldi. O ikkisining qishda Habbab bor. Habbab shu vaqtda sahoba Habbab ibn Ard bu eng ko'p jazolangan, azap uçurgan. Hatta dümbüsüne bile otun tüpsüge qaqlab kavap qilib etken sahabalarning biri. Hatta otning yalqini çoğu dümbüsde aqqan may bilan o'tgan deyildi. Shu darajada azaplangan. Umarniki shuna kelganini anglagan zamatlam uyga mukib oldi Habbab. Uyga kirib, "Nim gudun bu yerda" dedi. Ular şu vaqtda Surtahan o'qiyotgan ekan. O ishkaylan dediki, kuyog'lilar sonsi. Biz bir o'zaro bir paranglashgan shu gap boshqa ish yo'q debdi. Ishkal musulmon bo'lib ketdingmi degandikan kuyog'li debdi. Umar, agar haqiqat sening diningning g'ayrida boshqa dinda bo'lsa, sen qanday bo'ladi degandikan Umar saklab, qo'pab, qattiq tashlab etdi kuyog'lini. Ham sanlasang yere. Şunlar singlisi erini qo'g'lash uchun keldida, kelgandan qo'li bilan bir tashlab urganda o'zi qanab ketdi singlisini. O ayol nəhayət ochiqlangan holatda shunday dediki, haqiqat sening diningning g'ayri boshqa dinda bo'lsa qanday qilamiz? Men ashhadu an la ilaha illalloh va anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Men haqiqatan iymon etdim, Alloh yegani birdir, Muhammad Allohning elchisi bandisidir dedi. Ömer radhiyallahu anhu şu vaqtida dediki, vaqt Ömer radhiyallahu anhu emas, Ömer. Aqashondagi kitobni xatni beranglar o'qib boqay dedi. Ömer şu vaqtida Qurayshlar uchun xat o'qiy oladigan edi. Sanlasabdi sen bir nejis, buni faqat pokiz odamlar tuta oladi degandan qo'p yuvinib kel, ya tartib kel dedi. Qo'pab tartilib şu vaqtida o xatni ilib Surtahan o'qidi. Hatta estaizubillah tuvandik oyat keldi. İnneni enallahu la ilahe illa ana fa'budni ve aqimus salata li zikri. Men faqat yegani Allah, men shuning uchun ma'lum ibodat qilgin, meni eslash uchun namoz o'qin degan oyat. Umar radhiyallahu anhu dediki, Muhammadni qachon boshlab beringlar dedi. Habbab Umarning so'zini anglagan vaqtida ayyoshirilgan yerdan chiqdi. Xotirjam bo'l Umar. Men seninki şu Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki payshanba kuni kechdan qilgan duosining qabul bo'lganligini umid qilgandim. Shu vaqtda payg'ambarimiz ey Alloh, islomni Umar ibn Xattob bilan yoki Umar ibn Hisham, Umar ibn Hishamga Abu Jahlning ismi. Mushning bilan bir qudratli qilgan deb duo qilgan edi deb bu so'zni dedi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam sapotininki pastki bir uyda edi. Biz bu oyunki tarixini sürtüne ötkenimizi ko'rsatdik. Shu bunga murojaat qilinglar. Ömer radhiyallahu anhu kelib shu uyga kelgan vaqtda uyning eshigini oldida Hamza, Talha bir necha sahobalar bor ekan. Hamza dediki, "Bu Ömer Allohning bir yaxshilik iroda qilgan, bir musulmon bo'lgan" dedi. Agar buningdan boshqa maqsadi bo'lsa Ömerning uni o'ltirmak g'oyat o'ng'ay dedi. Şundan Ömer dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içinde vahiy çıkıyotganken çıktı. Ömer'im geldi. Ömer'nin kaçak gidip kiyimini uçlaq, özün kılıçını ki
g'ilipini tutib kemirni, kiyimlerini tutib dedi ki, Ömer, sana Allah Velid ibn Mughira'ga tushgan xorliq shu musibetler tushganga qadar sen oxirlashmamsan, bu o'chmanligingda yanmamsan dedi. Ömer shu vaqtida ashhadu an la ilaha illalloh ve enneke abduhu ve rasuluh. Allah birdir, sen Allah'ın elçisisin deb shu vaqtida imo etgan deb marvoyatni bayon qilib o'tgan. Biroq İmam Bezzar Tabrani Ebu Nuaym Hilyatul Evliya nomli kitobida, Beyhaqi Dalail nomli kitobida aslamda rivoyat qilib bizga Umar shunday dediki, men payg'ambarimizga eng üç birisi edim. Ma'lum bir kuni men bir qiziq jing tushda Mekke'nin bazı yollarida ketib olsam, men bir odam chiqib dediki, "Ey Umar, sana hayronman. O sen manda deb o'zingning noat bir po'chiligini, yo'g'onchiligini davron salgan bilan sening uyingga bu ishlar kirib bo'ldi emasmi?" Deganki, "Nima ish desam, sana musulmon bo'lib ketdi" dedi. Shundan men darhol ochchig'im kelib, ishni shunday cheksam, "Kim o?" deb Umar dedi. Hammasi oldirab, tinab mendan yo'shirinishdi dedi. Ular shu vaqtida bir xat o'qitibdi. Belki unutib qolganda yoki tashlab qo'yganda o qog'ozni. Shundan singlim qo'pab o'rnidan ochdi-da, dedim men, "Voy o'z nafsining dushmani, sen musulmon bo'lib ketdingmi?" dedi. Shundan uni qo'lim bilan yoki beshig'lam urib soldim-a, qon yiqib yig'lab soldi. Dediki, "Ömer, sen bunda qilmayding. Nima qilgan bo'lsa shuni qil. Men musulmon bo'ldim" dedi. Shunda Ömer yana dedi, kirib karvat o'tladim, o xatga qardimda, dedim, "Bu nima? Menga ba desam, sen buna loyiq emas, sen jinobatdan, nijosatdan pok emas" dedi. "Men bu kitobdan faqat pokiz odamlar tutadi" dedi. Shunda ayta da'vadim, o xatni menga bergandan keyin ichib qarsam, unida Bismillahirrohmanirrohim deb shu vaqtida Allohning ismlaridan bu Rahman Rahim ismlarini ko'rgan vaqtimda bir xil titrak besib ketdi menda. Xatni qo'yib o'zimga shunday bir qalbimga murojaat qilib yana oldim. Unida Sabbaha ma fis samawati val ardi degan oyat bor ekan. Shundan bir xil titrak besib ketdi. Oxirida Aminu billahi va rasulihi degan o'qib, ashhadu an la ilaha illalloh degan shu vaqt imo etgandim dedi. Ular hammasi mening qishimga chiqishib takbir etishib ketdi. Va ular dediki, "Oy, xo'shug'i Umar, payg'ambar sallallohu alayhi dushanba sana duo qilgan. Ey Alloh, diningni sana eng sevimli bo'lgan kishining birisi bilan aziz qilgan. Birisi Umar, birisi Abu Jahil degan edi." Shundan ular meni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning saponinki pastki uyga, Rasulullohning uyiga olib boshlab qo'ygan edi deb shunday dedi. Şunlar uydan chiqib ishni cheksam, bular kim o debdi, "Umar" desam, ular meniki Rasululloh bo'lgan o'chmanligimni bilishadi dedi. Hech bir odam ishni echishga jur'at qilmadi. Hatto payg'ambar sallam "Ichinglar" debdi, echdi dedi. Ikki odam meniki ikki bilkamdan, gejgamdan tutib Rasulullohning qishiga elib keldi. Ular payg'ambarimiz dediki, "Qo'yib biringlar" dedi. Anda payg'ambar sallam meniki kiyimimni tutib o'ziga tortib dediki, "Ey Umar, musulmon bo'lgin. Ey Alloh uni hidoyat qilgin" dedi. Şundan men şahadat etib musulmon bo'ldim. Musulmonlarni takbir etib ketdi. Va Mekkening ko'chalarida onlanqadak juqur to'lashib ketdi. Ular hammasi shu vaqtda maxfiy yoshirin edi. Hamda bir odamningki urayotgan yoki urilayotgan holatini ko'rishni men xohlamaydim dedi. Shunda odam bilan ko'rsam, lekin menga unda bir musibat yetmaydi. Lekin boshqalarning asta holatini ko'ratdim dedi. Şunu olan anamның akisi yak insi, tağamның qışığı kelib, bu şu vaqtdaki Mekke'ninki kattılardan da bu adamı. İşkin çekip, kim o depti? Ömer, men musulmon bo'ldim desem, unda qilma dedi. Ondan kirib, ishni taqib etdi dedi, shuni olan. Dedim men bunda bu ish taz bo'lmadi deb, shuni olan Qurayshninki boshqa bir kattılardan bir adamning qishig'i birib, to'lsam qishim chiqdi. Onun qilmay tamam degan gapni o'zim dedim. Musulmon bo'ldim deb. Ya'ni o'zine ait bir no'chiligini ifodalab.
Oma tağam o'xshash gapni dedim. Bu yaxshi emas degandi. Oma uyga kirib ketib ishkini taqib oldi dedi. Dedim men bu mutaz yaxshi emas deb. Bu musulmonlar urilyapsa, men urilmasam qanday bo'ldi? deb shunday dedim. Bana bir adam dediki, senin musulmon bo'lganligingni keng taqilishini yaxshi ko'ramsan deb, ha desam. Unda bo'lsa, u odam dediki, xalqning hammasi hijrda o'tgan vaqtida, hijr degan hozirgi Ka'baninki yon tarafida tashlanib qolgan jumlaq edi. Ka'baning burunqi Qurayshlar halol pul yetmay tashlab qo'ygan edi, shu edi. Shu kelgan dedi. Shu kelsang bir odam bor, shu odamga desang, bana bu faqat sir yo'shiramaydigan odam, shuni degan dedi. Endi o'zing demoqchi bo'lgan gapni shuni degan, men musulmon bo'ldim degan. U faqat sir yo'shiramaydi dedi. Shundan kelib kishilar shu hijrda to'planib o'tiribgan dedi. Uningga men musulmon bo'lganligimni dedim. U odam dediki, shunda qildingmi debdi. Ha dedi. Şunlar bu naat yuqori ovozli jaranglik to'lab dediki, Ömer musulmon bo'pti degandan keyin hamma Qurayshliklar bilan qo'shilib kelishdi dedi. Ular bilan biz urushida bo'ldi. Ular urdi, men urma dedi. Shundan kishilar yana to'plandi. Tag'am dedi shu vaqtda. Nima jamoat bu, nima yig'lab olgan odam degandan keyin Ömer musulmon bo'pti dedi. Shundan bilan tag'am Hijr degan Oyshilik bayatning Ka'baning yon tarafiga chiqib o'zing yangi bilan ishorat qilib turib, men singlimning o'g'liga men boshpana bo'ldim. Uni o'manglar, men uni kepil, ya'ni men uning egisi, urush bo'lmaydi. Bu vaqtda arablar bir-biriga kepil bo'lsa, boshqa arablar uningga teganmaydi ekan. Shunlar hammasi mendan o'zini tortib ketishdi dedi. Endi bir musulmonlarning urilayotgan holatini ko'rishni men xohlamaydim dedi. Lekin ko'rib qoldim. Bo'p turdi. Dedim men bu yaxshi avval emas, ashuliga yetgan jazo, aziyat menga yetish kerak deb, shuna tag'amni qo'shib kelib, sening menga boshpanaligingni men sen qaytirib berdim. Sen menga boshpana bo'lma bo'ldi, men o'zim erkin. Shuni bilan men ham urib, ham urilib, so'qilib, oxiri Alloh islomni aziz qilgan qadar mushta jaboliq kunlarni beshimizdan o'tkazgan deb buni Umar roziyallohu anhu so'zlab berdi. Demak, Alloh taolo qulchilik qilmoqniki badalini aytib zo'r, musulmon bo'lmoqni aytib qiyin. Chiqib ketmaydigan, dasmi ketmaydigan ibodatlarni aytib qilmoq oson bo'lgan bilan, ammo lekin haqiqiy chin ixlos bilan qurbon bermakni aytib zo'r badal to'laydigan, qalbdan kuch talab qiladigan ahvol. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.